Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga qalampir munchoqning foydalari haqida so'zlab beraman. Qalampir munchoq qanday o'simlik ekanligini bilasizmi? U mo'jizaviy giyoh bo'lib, juda ko'plab foydalari mavjud. Har xil holatlarda qo'llansa shifo bo'ladi. Sizga bu foydalardan ozginasini sanab o'taman. Birinchidan, qalampir munchoq bakteriya va yallig'lanishga qarshi kuchga ega bo'lganligi sababli og'iz qismiga sepilsa og'izdagi turli zararlarni bartaraf qiladi. Tomoq og'riqlarida albatta qo'llashni tavsiya qilaman. Ikkinchidan, og'riq qoldirishda ham iste'mol qilish mumkin. Bu o'simlikni qaynatib, sprey tayyorlab og'riq ustiga sepilsa, og'riqni qoldiradi. Qanday tayyorlashni pastda yozib qoldiraman. Uchinchidan, bu o'simlik damlamasini ichib yursangiz, sizdagi hazm sistemasini yaxshilanib, gazlanishlar ham bartaraf qiladi. Undan tashqari immunitetni oshiradi, parazitlarni o'ldiradi va boshqalar. Ammo bundan boshqa foydalari ham mavjud. Qalampir munchoqdan damlama tayyorlash retsepti. 1 choy qoshiq qalampir munchoq, 1 stakan suv. Ikkisini 15 daqiqa past olovda qaynatasiz. Mana shu damlamada kuni bo'yi bir necha marta og'iz chayiladi, sepiladi va shu miqdorda ichiladi. Ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr!